Kechir ona. Abduri Obuljan Mehmetimin qağılıq. 22 qissam. Tursun uyqusidan uyg'onib ketgandan keyin bayamqa ko'rgan tushini o'ylab zadila uyqusi kelmay to'g'riqning tubida o'ldirib o'rkashlab yiqiyotgan Tiznab daryosiga qarab nimalarnidir xiyol qilib o'ltiradi. Tiznab daryosidan necha 100 metr ariqda zich o'ltiraqlashgan dehqonlarning uyi bo'lib, atiyindagi tangda chillagan xo'rozlarning ovozlari tangli anglanib, atrofdagi uylarning chiroqlari yenishga boshladi. Tursun ashu uylarga sinchilab qarab, "Ey musofirlik. Qachonmi mening mushundoq bir illiq oilam bo'la? Illiq bir oilaning muhabbatini qachonmi his qilaman? Tanho kemidan bo'ldim men juda. G'arq qildi u meni dengiz qo'yniga." Tursun maktabda o'qimagan. Maktabda o'qish sharoiti bo'lsa-mu, lekin uning dadasi uni o'qishdan mahrum qildi. Tursunning bilimiga tashna bo'lib, chanqab ketgan qalbiga tuz chechib, uning tashna qalbini echishtirib, uni qari qo'sa qilib, kitobdan iborat bilim bo'lqidagi menga o'chmaydigan bu mash'al uningga qorong'u bo'lib ketgan edi. Biroq Tursun izchil tirishib bilim elishga shuncha tashna bo'lib, maktabga borgan bo'lsa-mu, u maktab darvozasidan kirolmay, umidsizlik bilan yana uyga qaytadi. Chunki shu vaqtlarda dehqon bolalarining o'qishi nihoyatda mutas edi. Kitob pullarini topshirmasa texi. Yil oxirida o'qish badal pullarini bermasa texi bo'lmagan. Undan boshqa o'qish materiallari o'ma pulga keladi-da. Dehqon yerga tayinib bolalarni o'qitish mumkinmi? Emas albatta. Shaxsan mushu asarni yozayotgan men 4 yil pulim to'lab o'qidim. Shu ishlarni o'ylasam, o'zimni 100 yoshga kirgandek his qilib qolaman. Bir kitobga oz deganda 5 yuandan 10 yuangacha topshirdim. Uyga berib dadamga pul desam 2 yuan yoki 5 yuan beradi. Hay, qiziqarli ishda. Bizning yerim mavsumlik kitob va o'qish pullari qo'shilib 100 yuandan oshadigan tursa, 5 yuan nimaga dal bo'ladi? Necha qaytam dadamdan tayoq yeganimni oz deb, muallimda mo tildashnam anglagandan sirt urib badallarimni mo gul echildirib qo'yadi texi. Kitob pullarini beramisam, peshonamga yo'g'on qilib yezib, maktab ichida sazoyimi qilgan yerlarmi bo'lgan. 4 yil pul to'lab, ming bir mushaqqatlarda yilni yillarga ulashtirib o'qidim. Oxiri Jungo Kommunistik partiyasining yaxshi siyosatlari kelib, xuddi etizlardagi ziroatlar usuzlikqa tashna bo'lgan chaqda yomg'ir yoqqanga o'xshash, partiyaning yaxshi siyosatlari kelib, bizni va butun ota-onalarni bu g'amdan xalos qilib, hamma o'smir yoki kelajakning faxrlari bo'lgan bu o'smirlarimiz kitob va bilimdan iborat bu yo'riq mash'alning yo'riqidan hamma bolalar tangli nurlanib tura oladigan bo'ldi. Hozir mushundaq afzal 9 tal sharoitdami maktabda o'qishni xohlamay, maktabdan qochadigan bolalarmi oz emas. O'qish material pullari haqsiz, 3 vaqt tomoq texi haqsiz, yotoq haqsiz tursa, bizning o'qimaslikqa yana nima sabab yoki nima bahonamiz bor? Asli gapga kelaylik. Tursun maktabda o'qimagan bilan she'r qo'shiq o'qishga nihoyatda usta edi. Tong suzilib, kun chiqishdagi quyoshning qizg'ish nurlari bora-bora ko'tarilib, atrofdagi barliq mavjudotga o'zining iliq bir sezimlarini his qildirmoqda. Atrofdagi dal-daraxtlarning ustiga qo'nib olgan qushlarmi iliq quyoshning haroratidan tantana qilishayotgandek vichirlashib to'xtamay sayramoqda. Yandagi po'raklab echilgan gullarga rangarang kepinaklar kelib to'xtamay usul o'ynamoqda. Kangri ketgan Tiznab daryosidan suvlar o'rkashlab oqmoqda edi. Tursun bu tabiatning sop iliq havosidan xotirjam va huzur nafaslanganligidan xushal bo'lib, sozliq orasidan yoshirin qo'ygan ko'ni tamburni oldida xumoliq bir jup ko'zlarini, so'mbul chashlarni, go'zal husniga oshiq bo'lgan bu jononni bir ko'rib olishni o'ylab, tamburni ko'tarib Ayxonning uyidan ancha yiroq bo'lmagan Tiznab daryosining givigiga kelib o'ltirib, o'zining go'zal oshiqining chiqishini saqlab o'ltirdi. 1 soat, 2 soat. Tursun bunaq o'ltiraverishning aqlona tadbir emasligini o'ylab, naqsha orqali uni chilab chiqmoqchi bo'ldi-da, tamburni qo'liga ilib, o'zi eng yaxshi ko'radigan g'ayrib sanamga chaldi.
yig'liqi gulkash tilavatgan Soyib Jamol qiz Ayxon bu yiqimliq naqsha ovozi anglanishi bilan naqshiga bexabar bo'lib, gulkash tilavatgan yangisini qo'lga kirib ketdi. Oyjon, ajabmi og'rib ketdi. Ayxon qon chiqayotgan qo'lini tutib, bu yiqimliq naqshini aytgan zodi kimdi? Bu yerda o'ltirgandan chiqib qarab baqaychi, deb o'rnidan turdi-da, sirtqa qarab maqdi. Ayxon uydan chiqishi bilan yondagi karvatda yetib ikki qizga o'zining bel va qo'l putlarini tutqizayotgan Ayxonning onasi Sadatxon, "Oy qizim, buncha aldirash nega maqdingiz a?" Ayxon kekeshlab, "Ana, men tunagan mahalladagi qizlar bilan deyishib qo'ygan. Jigdidan ilm olg'ili bormiz deb shu yerga maqdim." Ayxon shundoq deyishiga, bu jumboq ayol Sadatxon, "Voy qizim, ashu divonalarning qizlari bilan aralashmasang bo'lmamdi deyman a. Bu chachlaringga yilim chepib nima qilasan? Tezroq qaytib kel. Bo'lmasa chechingni kesib olaman." deb satbirni olib qo'ydi. Ayxon xushal bo'lib, ma'qul ana, chiqim deganingizdek baldir qaytib kelaman. Xotirjam bo'ling." deb ishga qarab yurib chiqib ketdi. Ayxon uydan chiqib ikki tarafga qaragan bo'lsa-mu, ba'zining qarisini ko'rolmaganligidan umidsizlanib, "Ay, nimishqa baldiroq chiqmagandim, tasmi bir" deb Tiznab daryosi tarafga o'y xiyollar ichida mangdi. Ayxonning ko'zi tuyuqsiz Tiznab daryosining bo'yida o'ltirib, daryoning ichiga bir narsa aytayotgan odamni ko'rib, tez qadamlar bilan mangdi. Tursunmu o'zi ko'rishni shuncha orzulagan odamning chiqmaganiga afsuslanib mangmoqchi bo'lib o'rnidan turishiga, kaynidan "Tursun!" degan notanish bir ovozdan o'zining ismini chaqirganligini angladi. U kayniga o'rilib qarashni shuncha orzu qilgan bo'lsa-mu, kayniga o'rilishdan qo'rqdi. U kayniga o'rilsa, o'zining taqozolik ilgida kutgan odamining kelmasligidan qo'rqdi. "Tursun, bu sizmi?" degan yiqimliq bir ovoz yana anglandi. Tursun zo'r hayratga kelib orqasiga o'rilib, ko'zlari nurlanib, so'qishdan to'xtab qolg'ili tasla qolgan yuraklari nahaytimi tez so'qib ketdi. Chunki oldida sochlarini ushshaq necha 10 o'rib, chiroyli to'pisini kiyib, iliq tabassum bilan o'ziga qarab turgan bu Soyib Jamol qiz, dal o'zi ko'rishni shunchalik orzu qilayotgan qizning o'zi ishkanligini ko'rgan Tursun. Bu sizmi? deb o'zini chimdab, yuziga ishki tasdak soldi. Yuziga tekkan kachatdan chimdashdan og'rigan Tursun Ayxonga qarab danq etib qoldi. Ayxon bo'lsa, Tursunning bu qiliqlaridan o'zini tutolmay qaqaqlab kulib ketdi va "O sarang, bu men, nima o'zingizni chimdab yurisiz?" Tursun oldiga necha qadam kelib, Ayxon, bu rostli sizmi? Men endi sizni ko'ramaydigan bo'ldim deb ekanman deqi. Ayxon Tursunning gapini anglab, iliq tabassum bilan, "Meni ko'rsangizmi nima bo'lmoqchi edi?" deb yerga qaradi-da, va Tursunning qo'lidagi tamburni ko'rib, hayronlik bilan, "Hey, bayamqa yiqimliq naqshini siz aytganmi?" Tursun mag'rur holda, Albatta men aytaman-da. Sizni shuncha saqlasammi, suv akargili chiqmadingiz. Shunga boshqa amal topolmay, mush amal bilan sizni chaqirmoqchi bo'ldim. "Mudaqdan, dadam hozir meni suv akargili qo'ymaydi. Qaysi kundagi ishdan dadam qo'rqib ketgan chig'i?" Tursun Ayxonning xumoliq ko'ziga mixdak tikilib qaradi. Tursunning o'ziga qaraganidan sal o'ng'aysizlangan Ayxon, "Nima bo'ldi? Nimaga buncha qarab ketdingiz? Bir yerim ochiq qopdimi-ya?" Tursun Ayxonning gapidan xijil bo'lib, Yo'q, undaq emas. Shu sizga deydigan gapim bor edi. "Nima gap bo'lsa udili deymamsiz, er kishi bo'lgandan keyin tilingizni chaynamang." Undaqda xoli joyiga borayli, boshqalar ko'rib qolmasin. Tursun shundoq deb Ayxonning qo'lidan tortib bir daldiga elib keldi. "Hay, qo'limni qo'yib yeting, boshqalar ko'rib qolsa sat turdi" deb qo'lini silkayotgandan keyin, gap qiling. Qanday gapdi u? Buncha sirliq." Tursun Ayxonga qarab, Ayxon, sizni qutqizib olgan ashu chaqdan tortib, mening yurkim faqat birla odamni seg'inib keldi. Ko'zlarim shu xumorliq ko'zlaringizni ko'rishga qanchalik tashna, intizor bo'lganligini bilmayman.
Ömrümde faqat sizga bu gaplarni qilyapman. Boyatin sizni ko'rib, so'qishdan to'xtab qolg'ili qil qolgan muhabbat, siyg'inishga tashna bo'lgan bu yurak sizni ko'rib qayta hayotlikqa erishgandek jolanib so'qib ketdi. Demak, men sizni chin dilimdan va chin yuragimdan yaxshi ko'rib qoldim. Oyxon, balkim siz mening bu gaplarimni anglab, bu qalandar sarang bo'lib qolgan o'xshaydi deb qilishingiz mumkin. Men sarang emas. Muhabbat degan bu narsa boyladimi? Kambag'al qalandardimi? Yalan to'shladimi? Ayvonladimi bo'ladi degan Oyxon. Agar meni nomrat ko'rib yoqtirmasangiz mayli. Biroq mening putqulim saq. Men ishlab pul topsam bo'ladi. Lekin muhabbatni pulga, oltin kumushga setib olg'ili bo'lmaydi-da. Qolganini o'zingiz obdan o'ylanib, menga javobini berasiz. Men sizni 1 yil yoki 10 yil kutishga rozi. deb miskin holda Ayxonga qaradi. Ayxonmi Tursunning bu shoirona tavsirasidan hayajonlanib, "Men o'ylanib 2 kundan keyin javobini beray. 2 kundan keyin o'sha yerda ko'rishaylik" deb yugurgan peti uyga qarab ketib qoldi. Tursun Ayxonning kaynidan toki u uyga kirib ketgicha qarab turdi. Tursun qo'rsaqning ochqanligini his qilib, qo'rsaq tuyg'uzishning amalini qildi. U uzun o'ylash orqali boshqalarning ishlarini qilishib berib, qo'rsaqni tuyg'uzib olishni loyiq ko'rdi-da, zich o'ltiraqlashgan o'ylar tarafga qarab mandi. Tursun yo'lda ketib yetib, 60 dan oshgan bir bovayning uyining oldidagi eriqning ichidagi qumni harviga usuvatganligini ko'rib, u bovayga qarab shundoq ichi og'ridi. Ay, nima degan bechora bovay bu? Bu bovayning bollarimi yo'qmidi? deb o'tib ketay degan bo'lsa-mu, biroq uning ko'ngli yo'l qo'ymadi. U mengayotgan qadamlarini asta to'xtatib, harviga qum usuvatgan bu mo'ysupitning yiniga keldi-da. Qanaq ahvollari bova? Tinchlikmi? deb oldida turgan mo'ysupitga salom qildi. Bovayning qo'li sal ig'ir bo'lsa kerak. Tursunning salmini iliksiz qoldirib, oldiga qarab ishini qilaverdi. Tursun buningdan sal o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, biroq u kulib turib, Behli chiroyli qiyirgan odam kan bu. Odam qiyirganda mushunda quliqi ig'ir bo'lib qolamdiganda. deb shuni xiyolani qildi. Tursun ishlayotgan bovayning mo'risini noqidi. Bovay kayniga o'rildi-da, Tursunga qarab, Bolam, siz kim bo'lasiz? deydi. Biroq Tursun bu bovayga qayta salom qilib, sal o'lik ovozda, Qanaq ahvollari bova? Tinchlik turdilami? bovay Tursunning gapini anglagandan keyin chiroylarga kulgi yugurdi. Tinchlik bolam, tinchlik. O'zing kim bo'lasan bolam? Qarasam bu mahalladan emasdek turasan. Qayerdan kelding? Bovayning gapini anglagan Tursun, Bova, to'g'ri dedilar. Men bu yerdan emas. Men bu yurtga o'zimni bilmay kelib qolgan. Boyam men bu yerdan o'tib ketayotgan. Biroq sizlarni yolg'iz bu qum usuvatganliklarini ko'rib, sizlarga yordam qilaymikin deb kelishim bova. Agar sizlar men sizlarga yordamchi. deb bovayning qo'lidagi tishani oldi-da, harviga qum usishga boshladi. Bovay qum usuvatgan Tursunga qarab, O'g'lum, qarasam tuzuk boladek qilasan. Isming nima? Bu yerga nimaga kelib qolding? Tursun ishni qilib Men Yiliqchi yezdan bo'laman. Ismim Tursun. Men bu yerga deb umidsizlik bilan gapini qilamay ishini qilaverdi. bola, chiroyingdan bir darding bordek qiladi. Qandoq gaping bo'lsa menga aytqin. Ha, bo'ldi bola, mush yetidi. Yura uyga kirib suv ichib olgin. deb Tursuni uyga boshladi. Tursun uyga kirib, uyga tafsiliy qarab, ichida Vah, ajab esil, pokiz uy kan-ku bu. Ayol kishidaglar uy tutadigan-ku bu odam. deb yana atrofga bir-oqur nazar soldi. Demisimi uyning ichi shunday xaratlik suv sepilgan. Garchi sal ko'ni bo'lsa-mu, odamga bir xil rohat tuyg'u beradi. Buvay ballarni muhchaytgan holda bir qo'lida ko'nrab ketgan cho'gin suv, yana bir qo'lida cho'g'ning orasiga ko'mgan ko'mashni ilib Tursunning oldiga qo'ydi. Va Bolam,
Uyimda bor yo'qning hammasi mushukan. Qarsam qo'rsqing bakla ichib ketganda qildi. Qo'rsqingni azroq astarlivog'in bola. Tursun bu oq ko'ngil buvayning fazilatiga opirin o'qib, Rahmat bova. Bu suvni men ichay. Lekin mening qo'rsqim oshmadi. Bu ko'mashni o'zingiz elib qo'ying. deyishiga buvayi qaqaqlab kulib, Bo'ldi bolam. Meni va o'zingni oldima. Boya men sening qo'rsqingning ichib ko'rildigan ovozini anglagan. Sen hozir qo'rsqim oshmadi deyapsan. Bola, sen meni qiyirib gaz bo'lib qolgan o'xshaydi deb qoldingmi? Mening ko'zim ro'shan ko'rdi. Boya sening miskin tatrov chiroyingni ko'rdim. Mening quloqimni anglaydi. Sening qo'rsqingning oshqandagi ovozini men angladim. Bo'ldi bolam, mendan ansirma. Qani qo'rsqingni obdan to'yg'izib ol. Tursun tuzut qilishdan ishtaha atni a'lo bilib, qo'rsqini obdan to'yg'izib oldi. Bova, rahmat sizlarga. Ömürler teximi uzun bo'lsin. Rahmat sizlarga. Deb sirtqa menishiga buvayi sirtqa mangan Tursunga qarab, To'xta bolam. Avval birdam o'ltirib turg'in. Tursun buvayning gapi bilan yana qayta o'ltirdi. Bola, sening bu yerda necha kun turishingda biror sabab bormi nima? Tursun buvayning gapini anglab, chiroyi darhol o'zgardi. Tursun kegashlab, Ya unaqa emas. deb turishiga buvay Tursunning gapini bo'lib, Bola, sen kimni aldayding? Meni qiyri ko'rib qolgan o'xshamabsan. Sen bu yerga kelgilib bir hafta bo'ldi, shundaqmi? Tursunning ko'zlari yo'g'inib, ichida O olchigan qiyri mushi ishnimi bilib qopdi-ku. Qarg'anda bu qiyirdan sir yuchur qilib bo'lmaydi ekan. Tursun kulimsirab turgan bu buvayga qarab, Siz zodi nima odam? Mening bu yerga qachon kelganligim, necha kun bo'lganligini siz qanday bilasiz? buvay qaqaqlab kulib ketdi. Aldırma balam, aldırma. Sen Tiznap daryosidan To'xtaboyning qizi Oyxonni qutqizib olding. Ondan uning go'zal o'sin jamoaliga oshiq beqaror bo'lib qaytib ketgun kelmay. Ana o yerda ishga kech uyqun kelmay tuniding. Mana bugun chidab turolmay qo'lingdagi ma'u nimadi? Tamburni elib. Soyib Jamolning uydan yiroq bo'lmagan Tiznap daryosining qirg'oqida o'ltirib, naqshiga tovlab, u Soyib Jamol qizni chillab chiqding. Ondan daryoning daldisidagi bir to'p so'gatning yeniga berib, o'zingning ko'nglidagi muhabbatga to'lgan tashnoligingni, uni yaxshi ko'rib qolganligingni uninga aytding. Shundaqmi? Tursun bu buvayning o'zining qilgan ish harakatlarini birdan bir bayon qilib berganidan nihoyat hayron qoldi-da. Bu buvayga qarab, Bova, siz zodi kim? Mening ishlarimni yipidan yangnisigacha qandoq bilasiz? Sizni soqchimikan deysam undaq emas. Menga danga, siz zodi nima odam? buvay Tursunning gapini anglab, birdam sukutda turib etgandan keyin, Bola, o'zingga yaxshi bo'lsin, xotirjam yashay deysan, u qizdan voz kechgin. buvayning gapini anglagan Tursunning qapoqlari turilib, Nemish qanday? Nemishqa undaq deyla bova? Men sargardan bo'lganligim uchunmi? Yo'q bolam, undaq emas. Sen bekli igiz o'qurg'i esilib qolding bola. O boyning eng amroq qizi. Uni qo'g'lishidiganlarmi oz emas. Texi necha oyning oldida qaysi yezdan deydi birining bu notuvan qizga ko'z tushibdi. Uni amriga elish uchun qilmaganlari qolmabdi. Kim o'ylagan bola? O qizni yaxshi ko'rgan odam faqat birli emasgan. Mush yezidagi yana bir boyning ushiq mutam o'g'lidan biri bor. Uningmi bu Soyib Jamol qizga ko'zi tushibdi. Omi bu qizni elish uchun qilmaganlari qolmabdi. Oltin kumush akelgan bo'lsa-mu, biroq Soyib Jamol qiz Oyxon o ishkilisini rad qilib yetibdi. Tursun buvayning gapini bo'lib, Ajab yaxshi bo'pti, hanim bo'lsa.
To'xta balam, gapim texi tugamadi. Shuningdan keyin bu ikki boy yigit bir-biri bilan dushman bo'lib, xili uzungacha bir-biri bilan so'qishib, oxiri ular bir kechada ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ularning ota-onalari To'xtaboyning uyiga izlab kelib, o'g'illarining derigini qilgan bo'lsa-mu, har ikkilisi chiqmabdi. Keyin ular daryoning 200 metr ichidagi bo'shliqdan qonga melanib yotgan yeridan jasidini akaldi degina bola. Tursun chiroyiga kulgi yugurdi. "Va, ajib yaxshi bo'pti, ha? Bu qiz menga yolg'iz qoptamisa?" deb kulib turishiga "Ay bolam, ay, oldirab xo'shal bo'p ketma. Sen kelishdan 3 kun burun qo'shni kanitdagi boyning Oyxonga ko'z tushibdi. Pat yaqinda bu Soyib Jamolning to'yi bo'g'idak. Sen asta uyingga ketib ol bolam. Kirkassang o'zingga foydasiz. Oya sening bu yoqqa kelayotganligingni ko'rib, qasdan seni sinab beqish uchun qum usib turgan edim. Haqiqatan oq ko'ngil bola ekansa, shungisini falokat bosmasin deb, bu gaplarni sana deb beryapman." Tursun necha minut sukutda turib o'tgandan keyin o'rnidan turib eshik tarafga qarab mangdi. "Nega borsan bolam? Herkesmi boyning tishiga tegma. Bu misi jiningdan judo bo'lsa." Tursun mengayotgan qadamlarini to'xtatib, kayniga o'rildi-da, "Bo'l qilsala bova. Men hozir u qizning yeniga berib, uningdan meni yaxshi ko'rdigan yoki yaxshi ko'rmaydiganligini so'rayman. Agar u meni yaxshi ko'rsa, men jinim bilan uni qo'g'dayman. Uni yiroq joylarga elib ketib, xotirjam turmush kechiraman." deb chiqib ketdi. Buvay Tursunning orqasidan "Unda qilma bolam. To'xta. deb chaqirgan payti turib qoldi. Aziz anglovchilar, Tursun bilan bu Soyib Jamol qiz qanday bo'la? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asarning keyingi qismida bo'lsin.